Sotuvdagi furalarni chiqarishda davom etamiz. Sotuvda Dafixef Euro 6 ni 460 TLga Welton Persep bilan birgalikda mana bugun sotuvga qo'yildi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 60 ming AQSh dollar deb aytilyapti. Yana oz-moz kelishadigan joylari ham bor. 2017-yilda ishlab chiqarilgan tigach yurgan masofasi 1,215,000 km masofani bosib o'tgan. Avtomat korobkada retardasi bor. Salon ichki holatlarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi. Ratsiya, taxograf, stechnik konditsionerlari mavjud. Xolodilniklari ham 100% ishlaydi. Hop, baklari bir tomonda 845 litrli bak, bir tomonda 430 litrli bak bilan jihozlangan. Tigachchi mana oldi balonlarning holatini ko'rsatib o'tib ketaman. 100% yangi. Orqa balonlarning holati 70-60% atrofida turibdi. Persep 2018-yilda ishlab chiqarilgan Welton Persep bo'ladi. Standart 96 kubalik mo'stlari BPV mo'sda balonlarning holatini videoda ko'rsangiz bo'ladi. Persepni ichlari uslenniy qilib qo'yilgan. Persepda ham, tigachda ham egalari hech qanday kamchilik yo'q. Ishlab turgan mashina ishga tayyor holatda deb aytayaptilar. Xuddi mana shu Persepda yana bor sotuvda akalar. Uni ham videosini alohida Instagramga joylab qo'yganmiz. Profilga o'tadigan bo'lsangiz, batafsil videolari bor. Xo'p, qiziqqan bo'lsangiz furaga egalarining telefon raqami har doimgidek videoni past qismida bo'ladi. O'zlariga aloqaga chiqib, yaxshi narxlarga savdolashib olishingiz mumkin. Manzil Angren shahrida turibdi. Bundan tashqari xuddi shu akamizni boshqa furalari ham sotuvda. Ularning ham videosini profiliga kirsangiz joylab qo'ygan bo'lamiz. Mana shu manni ham qo'yilgan. Bundan tashqari yana bitta DAF bor. Bundan tashqari yana bitta Mega Persep bor. Yana mana shunday Persep bor. Xullas, profilga kirsangiz batafsil videosi bo'ladi. Bu videoni mana shunaqa fura qidiruvga, fura ishdan ishlarga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, hammaga rahmat.